Tezkor xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Toshkent shahrida yana bir mudhish falokat sodir bo'ldi. Toshkent shahrida Onix haydovchisi harakat vaqtida rul boshqaruvini yo'qotib, piyodani hamda Nexia 3 va Cobalt mashinalarini urib yubordi. Bu haqda shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, voqea joriy yilning 28-noyabr kuni 11:10 atrofida Yunusobod tumani Abdulla Qodiriy ko'chasida sodir bo'lgan. 1994-yilda tug'ilgan Onix avtomashinasi haydovchisi harakat vaqtida rul boshqaruvini yo'qotib, yo'lning o'ng chetki qismida to'xtab turgan piyodani urib yuborgan. Shundan so'ng Onix haydovchisi o'ng qatorga turgan Nexia 3 hamda Cobalt avtomashinalari bilan ham to'qnashib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida piyoda olgan tan jarohatlaridan voqea joyida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davom etmoqda. Avvalroq ham Namangan viloyatida Onix haydovchisi yo'l patrul xizmati xodimini urib ketgandi. Shuningdek, ushbu viloyatda qoidabuzar Onix haydovchisini to'xtatishga uringan yo'l patrul xizmati xodimini vafotiga sabab bo'lgandi. Namanganda sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida yo'l patrul xizmati xodimlarining ikkalasi ham vafot etganligi ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarni keltirib chiqarganda. Hurmatli tomoshabin, video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni hamda keng ommaga tarqalishiga o'z hissangizni qo'shishni yodingizdan chiqarmang.